Jinsiy munosabat er-xotin hayotining ajralmas qismi hisoblanadi. Aynan shu munosabat orqali shirindan shakar farzandlar dunyoga keladi. Bu vaqtda er va xotinning bir-biriga mehri ortadi. Bu gaplarni davom ettirsak, anchaga cho'zilishi tabiiy. Gapni qisqa qilgan holda jinsiy yaqinlikning foydalari to'g'risida ma'lumot bersak. Erkak kishi jinsiy yaqinlik vaqtida juda kuchli hayajonga berilib, barcha tashvishlarni unutadi. Bu paytda uning yurak urishi va nafas olishi tezlashadi. Qon bosimi esa ko'tariladi. Xullas, miya faoliyati yuqori darajada ishlaydi. Olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, rohatlanish hissi ayollarga nisbatan erkaklarda kuchli ekan. Xulosalarga ko'ra, bir erkak butun hayoti davomida o'rtacha 9,5 soat orgazm his qilar ekan. O'zaro yaqinlik chog'ida erkak miyasida qo'zg'alish kuchayib, unga kelayotgan turli qoniqtiruvchi gormonlar miqdori oshadi. Shu tufayli u barcha ko'ngilsizliklar, tashvishlar va yomon o'y-xayollarni unutadi. Sababi bu vaqtda nafaqat bosh miya, balki butun organizm maksimal darajada ishlaydi. Jinsiy yaqinlik vaqtida organizmda oksitotsin deb ataluvchi gormon hosil bo'ladi. Bu gormon er-xotinning bir-biriga bo'lgan ishonchini oshiradi, ularga yoqimli tuyg'ular bag'ishlaydi. Seksopatologlar fikricha, orgazm miyaga boruvchi og'riq hissini bloklab qo'yadi. Shu sabab muntazam tartibli jinsiy hayot kechiruvchi erkaklar bosh og'rig'idan shikoyat qilishmaydi. O'z jufti haloli bilan osoyishtalikda haftasiga 2-3 marta yaqinlik qiladigan erkaklar yurak kasalliklariga kam chalinishadi. Olimlarning aniqlashlaricha, haftasiga 2 marta jinsiy aloqada bo'ladigan erkaklarda yurak xuruji xavfi oyiga 1 marotaba yaqinlikda bo'ladigan erkaklarga nisbatan 3 marta kam bo'lar ekan. Jinsiy aloqa vaqtida qonda foydali gormonlar miqdorining oshishi hisobiga inson terisi tetiklashadi. Agar erkakning tos sohasida qon aylanishi yaxshi bo'lsa, unga prostatit xavf tug'dirmaydi. Shuningdek, jinsiy aloqa ortiqcha vazndan qutulishga ham yordam beradi. Bundan tashqari, jinsiy yaqinlik bosh miyada xotira va aql uchun javobgar hujayralarning ham o'sishiga yordam beradi. Bu degani, yaxshi jinsiy aloqa inson aqlini charxlashga ham yordam beradi. Xulosamiz shuki, biz bu dasturlarimiz bilan sizni jinsiy munosabatlarga qiziqtirish yoki undash emas. Chunki har bir insonga yaratgan tomonidan faqat o'ziga xos bo'lgan me'yor va imkoniyat etilgan. Zero jinsiy aloqa bilan me'yordan ortiq shug'ullanishning ham salbiy jihatlari ko'p. Masalan, o'z ayoliga xiyonat qilishga odatlangan erkaklarning aksariyati go'yoki kuchli jinsiy quvvatga ega bo'lishlarini iddao etishadi. Lekin aynan o'sha zinokor toifalarda infarkt va insultdan vafot etish xavfi boshqalarga nisbatan 3 marotaba yuqoriligi allaqachon o'z ilmiy isbotini topgan. Hozircha shulardan iborat edi. O'zingizga ozgina bo'lsa ham foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz, biz bundan juda xursandmiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like-ni bosing. O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Bizning qiziqarli ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormay desangiz, bizning kanalga obuna bo'ling. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.